Jangchi. Bedevi tarihi eser. Dördüncü kısım. Raqibni bugungi yer yuzidagi eng vahshiy turmaga elib mangmoqda edi. Balani elib ketayotgan harva har silkinganda tuproq chang'idan kir bo'lib ketgan chechi uning yuzini to'sib oladi. Xumar ko'zlarining ustidagi beshida haqiqatdan qaytmas bir tuyg'u uningga ruhiy kuch berib turdi. Balani elib mangan harva kun patmasda shaharning shimoliy tarafidagi mashhur zindonga yetib keldi. Bu yerning havosi kashta salqin bo'lib, cho'l yantiqining purqini elib keladi. Raqibning eg'iziga tuz salmag'iniga bir kecha kunduz bo'lib o'tdi. Uning ko'zlari qamashib, kuchi ojizladi. Xiyoli chechildi. Ko'zga ko'ringan narsalarning ranglari orlashib ketdi. Badani tashdek eg'irlashdi. Bola o'zini suvga cho'kayotgandek his qildi. Ussizlik allaqachon uning lavlarini yarg'an. U kimdir birarsi bilan yaqinlashqusi keldi. Lekin u kimdirning kimligini haligacha bilmaydi. Uning qalbi qandaqdir bir yordam beradigan qudratning borligiga guvohlik beryotdi. Raqib o'shini yo'qotdi. U uyqusida qushdek yengilladi. Havoga ko'tarildi. Atrof yop-yeshil, yo'ruq edi. Uning uchisida oltin naqsh bilan naqshlangan op-oq kiyim bo'lib, u hayotida bunday kiyimni hech qachon kiyib boqmagan edi. Raqib o'zining qayerda ekanligini bilmay turib, yeniga bir kishining kelganligini sezdi. U ko'zini to'sib olgan mangliyini chekisiga surib etib, oldiga qaragan edi. Udulida egiz bo'yliq va uzun soqolliq, nihoyat bastlik odamni ko'rdi. Bu odam sol qo'lida bak chiroyli uzun hasi ko'tarib olgan edi. Hasi xuddi bix chiqarishga tayyor bo'lgan daraxtga o'xshaydi. U kishining o'ng qo'li marmardek oq edi. Qo'lidan nur chaqmaydi. Qiziqi, u odamdagi sifatlarning hammasi bu odamni yengida ko'rgandek ko'rsatdi. Raqib oldirab, "Kimsiz?" dedi. U aslida balani yaxshi taniydi. "Hargiz qo'rqma, kuchli bo'l. O'ltirman deysa, xursand bo'l. Dunyoda o'lib qayta tirilganlar, ondan yashab o'tganlarmi bor. G'ururini yo'qotma o'g'lim. Hargiz qo'rqma. Sana yordam beradigan zot bor. U hargizmi seni unutmaydi." "Bo'ladi, ammo siz kim? Men sizni burun ko'rib boqmagan. Meni keyinroq taniysan va yaxshi bilasan." U odam raqibning oldidan tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Raqibning ustiga quyilgan bir chelak suv balani uyqudan uyg'otib o'ziga keltirdi. Raqib o'zini haybatli bir koridorda ko'rdi. U yerda yotadi. Yerdan sesiq suylik puraqi puraydi. Beshida badani to'lgan kosa va o'kuzdek yo'g'on qo'pol bir saqchi bor edi. "Tur, juldirvoqi. Tugashding. Tur la'nati." Raqib o'rnidan turdi. Beshining oylanishi texi ketmagan edi. Yovuz saqchi putidagi qo'pol kashi bilan balaning ko'tiga qattiq birni tepdi. "Nimani saqlayapsan, haromi? Mang." Koridorning usti ko'rinmaydi. Tamlardan g'alati tosh sangilab turibdi. Har 3 odamning qo'lida mash'al yenyotdi. Har 15 qadamda bir koridorning so'l tarafida cho'ng va qo'pol eshiklar ko'rinadi. Chiroyini soch soqol bosgan hayvatlik soqchilar tam bo'ylab u yoqdan bu yoqqa mengyotdi. Ba'zilar mo'risiga oyib oldi ortibdi. Ba'zilarning belida qilich, ba'zilar ro'joq bilan qurollangan ekan. Koridorning bosh oxirida itning xunuq qovushi anglanadi. It ya o'lyotdi yoki xo'rlanyotdi. Buni farq etkila bo'lmaydi.
Shunchalik yaqimsiz bu tovush koridor bo'ylab tarqalib, qalbga qo'rqinch solatdi. Saqchilar bu zindonga har kuni 9 yoshlik mahbuslar keladigandek raqibga qarabmi qo'ymaydi. Ko'rimsiz chiroy saqchi g'azablanib, "O'milmay man hayvon, tezroq man, la'nati." Bola har qancha tez mongsimu putidagi kishanning eg'irligi bilan sharaqshib qadam besishi azobga aylantiradi. Ular mengib bir temir darvoza oldida to'xtadi. Ko'rimsiz chiroy darvozani qattiq qoqdi. Bir oz o'tib darvoza ochildi. Ichidan savut kiygan, burutlari uzrab, ikki mo'risiga yetgan saqchi chiqdi. "Ha, ko'rimsiz chiroy, nima gap? Mahbus keldi." Ko'rimsiz chiroy saqchi raqibni ichiga ittirib, tezdan o'rilib, kayniga qaytdi. Temir darvoza sharaqlab yepildi. Bu yerning ichida o't yenib turadigan bo'lib, nihoyatda qo'rqinchli edi. Uyning o'tirida jumloq shakldagi eg'ir temir qapqoq turadi. 5 dona saqchi u yoqdan bu yoqqa aylanib yuradi. "Kiyimingni sol." Raqib orqasiga yondi. "Nimishqa kiyimimni solaman?" Uzun burutliq saqchi g'azablanib, "Iflos, kiyimingni sol," dedi. Raqib yana orqasiga qadam olgan edi. Kassa bilan yerga o'ltirib qoldi. Saqchilardan biri dedi: "Ey burut, avval put qo'lidagi zanjir kishani yashmamsa, ondan u o'zi soladi." Burut bu so'zni aytgan saqchiga olib qaradi-da, belikiga esib olgan oshqushlarning birini elib, raqibning kishanlarini chiqarib bir chetga tashladi. Bola kishan og'ritgan beligini silashga boshladi. Burut buyruqni takrorladi: "Endi kiyimingni sol." Raqib uningga tikilib qaradi. "Yo'q, solmayman." "Vo ish, mana men degan qalli kesar gap qilmasdan soladi. Sen bir cho'ja, yo'q deysan-ku." "Nimishqa solaman? Solmayman." Raqib kayniga qochmoqchi bo'ldi. Ammo boya burutga gap qilgan saqchi uni tutib oldi. Uning burni panoq edi. U nemishqikin muloyim edi. "O'smir, bu yerning qoidasi shu. Zindonga kirgan hamma odam kiyimini soladi. Shunga senmi kiyimlaringni selishing kerak. Bu yerda yomon ish bo'lmaydi. Yomon ish kamerning ichida bo'ladi." Burutliq bolaga qarab, ko'zlarini yovuzani o'ynatdi. Raqib tortinish ichida ko'ynikini soldi. Uning yoqasidan panoq burun saqchi tutib, sheriklariga "Kamerni echinglar," dedi. To'z saqchi berib, kamer qapqoqini ko'tardi. Qapqoq ostidan tegi ko'rinmas bir o'rak ko'rindi. Atrofdagi saqchilardan biri arqondan yasalgan harvining tutqichi chegilgan arqonning bir uchini qapqoq teshidagi qo'ziqqa mahkam chigib, yana bir uchini o'rak ichiga tashladi. Ondan burutliq "Cho'sh!" deb buyruq berdi. Burutliqning ovozidan raqibning yuragi titrab ketdi. Ammo mengisida "Hargiz qo'rqma. Sana yordam beradigan zot bor. U seni unutmaydi" degan bir nida anglagandek bo'ldi. Raqib darhol harvining ichiga putini selib, zulmatning ichiga qarab tushishga boshladi. U pastga tushgancha atrof qorong'ulashib ketdi. Bola harvining ikki chetini mahkam tutib olgan edi. Raqib qo'lining nerda ekanligini bu zulmatda ko'rmagan edi. U shu holatda pastlab zindon tagiga pasliganligini bilib, zulmatdagi narsalarni ko'rishga boshladi. Raqib zindonning naq o'tirisiga tushdi. Putining tagi saman, peshab va odam axlatining purqini sezdi. Zindonning tagi bir oz qo'pol edi. Tam va yerga o'tda pishgan xishlar yotqizilgan. Atrofida 20 mahbus yangi kelgan odamga qarab o'ltiradi. Raqib ularning hammasining chach soqollarining o'sib ketganligini, uchisida rangi qoraygan, kir bo'lib ketgan juldur kiyim borligini ko'rdi. Bir burjakda 3-4, boshqa burjakda yana 3-4 odam to'planib o'ltirib, nimalarnidir muhokama qilib o'ltiradi. Ularning orasida birsi asta o'rnidan turdi. Uning yuzi so'zunchoq, soqoli 3 burjak o'sgan.
beshi soqa, o'ng ko'zi uyub ilingan edi. Ovozi xirqirab, xunuk bir ohangda yangradi. Mahbuslar, kelgine mushu. Bu mening ko'ngil xo'shim bo'ladi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Ammo bir narsani kutatdi. Shapkor. Raqib orqasiga qaradi. Arqa bulungda o'tirgan bir mahbus o'rnidan turdi. Shapkor. Uning ovozi keskin yangradi. Bo'ldi qil, bu texa bola. Shapkor o'ziga gap qilayotgan mahbusga qarab hijaydi. Ey Musaning agash kuchisi, zindonda bola bo'lmaydi. Zindonda hamma odam mahbus. U shundoq deginicha raqibning mo'risiga qo'lini qo'yib, bosh barmoqini uning bo'yniga pattirib, uni qiynashga boshladi. Kimsan ey mahbus? Qo'lini ol. Raqib silkinib, Shapkorning qo'lidan chiqdi. Qoyil, bu pistak bak jasur chiqdi-ku. Shapkor raqibni yiqitishga harakat qildi. Raqib butun vujudining titrak bosqanligini his qildi. Ko'zini parda qaplab olgandek bo'ldi. Raqib sakrab Shapkorning bo'yniga ortildi. Bu hujumni kutmagan Shapkor daldangishib orqaga yiqildi. Balaning hujumdan g'azablangan Shapkor turgan joyida balaning belidan mahkam siqdi. Raqibning qo'ng'irg'ilari qarasladi. Nafsi siqildi. Bala bütün kuchi bilan Shapkorning gelining bo'g'izidan tishladi. Tishladi-yu Shapkorning kikirdagini tishlash bilan amburdek qisdi. Mahbus qo'li bilan yerni 2 qatim urdi-yu o'zini himoya qilishga madori yetmay tipirladi. Tipirlash ko'z ichib bo'lg'icha yuz berdi. Bundaq bo'lishini o'ylab boqmagan mahbuslarning hammasi o'rnidan turib ketdi. Raqibni himoya qilgan qari mahbus toshdek ketib qolgan edi. U tezdan asliga kelib, balani Shapkorning ustidan elish uchun uning mo'risini tutdi. "Hey bala, bo'ldi tur." Raqib hech qanday javob bermagachga uni das ko'tarib tortdi. Balaning og'zi qon, Shapkorning bo'g'izidan qon etilib oqatdi. Raqib turdi-yu saskandi. Og'zidan barmoqdek keladigan go'sh etilib chiqdi. Bu Shapkorning tishlab uzib olgan kikragidan edi. Qari mahbus raqibni yetalab o'zi o'ltirgan joyga elib keldi. Chechilgan samonlarni to'plab, qalinroq o'rin hozirlab, raqibni o'ltirg'izdi. Ondan suv bilan balaning yuzini yuvdi. Mahbuslar Shapkorning jasadiga 1 minut qarab turgandan keyin tamni tepishga boshladi. Bir ozdan keyin zindonning eshigi ochildi. "Nima bo'ldi? Bu yerda o'lik bor."